Qo'shnimizni огородlariga qarasam, rosayam ko'p o'rik to'kilib yotgan ekan. Uvol bo'lmasin deb terib olishga terib oldim-u, keyin shunchasini nima qilaman deb rosayam boshim qotdi. Oxiri xayolimga xamirlari kumur-kumur bo'lib chiqadigan, juda ham mazali o'rikli pirog keldi. Kelinglar birgalikda tayyorlaymiz. Yumshoq sariyog'ga tuxum bilan shakarni qo'shib, aralashtiramiz. Keyin esa un bilan razrixli tilla solamiz. Faqat unni hammasini birdaniga solmaylik. Plastilinga o'xshash xamir tayyor bo'lishi kerak. Xamir tayyor bo'lgandan keyin bir chetga olib qo'yib, o'rikni danagidan ajratamiz. Keyin esa xamirni 1/3 qismini ajratib olib, un qo'shib, uvalab olamiz. Va qolgan xamirni oldindan pergament qilingan va chetlari yog'langan formaga yoyib chiqamiz. Ustiga esa tayyorlab qo'ygan o'riklarni chiroyli qilib terib chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi esa bizga ozgina shakar kerak. Shakarni shundoq o'rikning ustiga nomiga sepamiz. Oxirida esa tayyorlab olgan posipkani sepib, oldindan 180 gradusda qizdirilgan duxovkada taxminan 35-40 minut davomida tayyorlaymiz. 35 minutdan keyin qarabsizlarki, xamirlari kumur-kumur bo'lib chiqadigan, juda ham mazali o'rikli pirog tayyor. Ishoninglar, rostdan ham zo'r chiqadi. Shundoq pishirganinglarda hamma bitta o'tirishda yeb qo'yadi. Xullas, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha!